Ukraina boyliklari AQSh qo'liga o'tyaptimi? Tramp Ukraina bo'yicha katta kelishuvni ochiqladi. Ahdsiz Isroil mamlakat kelishuvidan keyin ham G'azoga zarbalar berdi. Qurbonlar bor. Zelenskiy AQSh va Yevropaga talab qo'ydi. Patriotlar kechiksa Ukrainani nima kutmoqda? Wildberries asoschisi Tatyana Kim Ukraina dronlari hujumi haqida munosabat bildirdi. Shimoliy Koreya NATOning yangi rejasini fosh qildimi? 10,000 kilometrlik tarmoq nimaga kerak? Eron AQSh va Isroilning ehtimoliy hujumga javob rejasini tayyorladi. Erkaklar, sog'lig'ingizni kechiktirmang. Tez-tez hojatga chiqasizmi? Bel yoki pastki qorin og'riydimi? Bu prostata muammosining belgisi bo'lishi mumkin. Prostamix 18 xil tabiiy giyohli Turkiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan mahsulot. Prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi, erkaklar quvvatini mustahkamlashga ko'maklashadi. Ma'lumot uchun 55 kodi bilan 503 22 00. Ukraina boyliklari AQSh qo'liga o'tyaptimi? Tramp Ukraina bo'yicha katta kelishuvni ochiqladi. AQSh va Ukraina o'rtasida foydali qazilmalar hamda nodir metallar bo'yicha imzolangan kelishuv Washingtonga mamlakatning ushbu resurslardan deyarli cheklanmagan darajada foydalanish imkonini beradi. Prezident Tramp bu haqda 31-iyul kuni e'lon qilingan Real American Voice telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Tramp Ukrainaning nodir metallar zaxiralariga juda boy ekanini aytib, AQSh istalgan vaqtda u yerga borib deyarli istalgan resursni olishi mumkinligini ta'kidladi. Ukraina nodir metalga juda boy va unumdor hududlarga ega. Biz minerallar bo'yicha shartnoma imzoladik. Endi u yerga istalgan vaqtda borib deyarli istalgan narsamizni olishimiz mumkin, deydi AQSh prezidenti. Uning ta'kidlashicha, bu Washington uchun juda foydali bitim bo'ldi. 2025-yil 1-may kuni AQSh moliya vaziri Scott Bessent va o'sha paytdagi Ukraina iqtisodiyot vaziri Yuliya Svidenko Washingtonda Amerika-Ukraina tiklanish investitsiya jamg'armasini tashkil etish to'g'risidagi bitimni imzolagan edi. Kelishuvga ko'ra jamg'arma Ukrainada qazib olinadigan foydali qazilmalardan olinadigan daromadlar hisobidan moliyalashtirilishi ko'zda tutilgan. Donald Tramp ushbu bitimni imzolashga bir necha oy davomida harakat qilgan. U AQShning Ukrainaga ko'rsatgan harbiy yordami evaziga Kiyev Washingtonga mineral resurslardan foydalanish imkoniyatini berishi kerakligini bir necha bor ta'kidlagan. Ahdsiz Isroil mamlakat kelishuvidan keyin ham G'azoga zarbalar berdi. Qurbonlar bor. Isroil armiyasining 2-iyul kuni G'azo sektoriga bergan havo zarbalari oqibatida kamida 18 nafar falastinlik halok bo'ldi. Bu haqda mahalliy tibbiyot xodimlariga tanib Reuters xabar qildi. Falastin sog'liqni saqlash idoralari ma'lumotiga ko'ra, ertalabdan Isroil aviatsiyasi G'azo shahri markazidagi Davr al-Balah hamda janubdagi Xon Yunus hududlariga zarbalar bergan. Oqibatda so'nggi haftalardagi eng yuqori kunlik qurbonlar soni qayd etilgan. Avvalroq AQSh prezidenti Tramp Hamas va boshqa qurolli guruhlar qurolsizlanishga rozi bo'lganini ma'lum qilib, mojaroni tugatish yo'lida siljish kutilayotganini aytgan edi. Biroq Isroil energetika vaziri va mamlakat xavfsizlik kabineti a'zosi Eli Cohen hozircha G'azoga hujumlarni to'xtatish bo'yicha hech qanday kelishuv yo'qligini bildirgan. Uning ta'kidlashicha, Isroil Hamasga qurolsizlanish imkoniyatini beradi, ammo bu amalga oshishiga shubha bilan qaramoqda. Agar bu sodir bo'lmasa, Isroil G'azo sektori ustidan to'liq nazorat o'rnatishi zarur deb hisoblaydi. Keyinroq bosh vazir Netanyahu matbuot xizmati vakili Doron Shpilman Isroil AQShga qurolsizlanish rejasi yuzasidan xavotirlarni yetkazganini ma'lum qilgan. Zelenskiy AQSh va Yevropaga talab qo'ydi. Patriotlar kechiksa Ukrainani nima kutmoqda? Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning Ukrainaga davom etayotgan raketa va dron zarbalari ortidan G'arb davlatlarini havo mudofaasi uchun zarur bo'lgan Patriot raketalarni tezroq yetkazib berishga chaqirdi. Uning ta'kidlashicha, ballistik raketalarga qarshi mo'ljallangan vositalar omborlarda saqlanmasdan insonlar hayotini himoya qilish uchun ishlatilishi kerak. Zelenskiy Rossiya hujumlariga munosabat bildirayotgan har bir davlat va rahbarining harakatini Ukraina kuzatib borayotganini aytdi. Biroq uning fikricha, Moskvaga berilishi mumkin bo'lgan eng kuchli va amaliy javob Ukrainaga qo'shimcha harbiy yordam ko'rsatish va mamlakat havo mudofaasini mustahkamlashdir. Dunyoda Patriot raketalari bor. Hozir eng muhimi hamkorlarimizning siyosiy qaror qabul qilishi va zarur yordam paketlarini taqdim etishidir. AQSh bizga nima kerakligini biladi. Yevropa ham bizga nima kerakligini biladi. Ballistik raketalarga qarshi raketalar odamlarni himoya qilishi kerak, omborlarda yotmasligi kerak, dedi Ukraina prezidenti. Uning ta'kidlashicha, Ukrainaga zarur havo mudofaa vositalarining har
bir kechikkan kuni Rossiyaga yangi zarbalar berish va ukrainaliklar hayotini xavf ostiga qo'yish uchun qo'shimcha imkoniyat yaratadi. Zelenskiy shu bilan birga Rossiyaga qarshi bosimni faqat harbiy yordam bilan cheklamaslik, balki yangi va kuchli sanksiyalar bilan ham oshirish zarurligini bildirdi. U Rossiyada ballistik raketalar, raketa uchirish qurilmalari va boshqa harbiy vositalar ishlab chiqarishiga yordam berayotgan, zarur butlovchi qismlar va texnologiyalarni yetkazib berayotgan yuridik hamda jismoniy shaxslarga nisbatan sanksiyalar joriy etishga chaqirdi. Ukraina prezidenti murojaati yakunida Kiyevni qo'llab-quvvatlayotgan davlatlarga minnatdorlik bildirdi. Wildberries asoschisi Tatyana Kim Ukraina dronlari hujumi haqida munosabat bildirdi. Rossiyaning yirik onlayn marketplace'laridan biri Wildberries asoschisi Tatyana Kim kompaniya logistika markazlariga Ukraina dronlari tomonidan amalga oshirilayotgan hujumlarga munosabat bildirdi. Uning ta'kidlashicha, Wildberries obyektlariga zarbalar qariyb 2 haftadan beri davom etmoqda. Kim Ukraina tomoni Wildberriesni Rossiya armiyasi ehtiyojlari uchun tovarlar va dron ishlab chiqarishda ishlatilishi mumkin bo'lgan mahsulotlar yetkazib berishda ayblayotganini rad etdi. Bizga zarba berayotganlar haqiqiy sabablarni yashirib, bizni harbiy tovarlar sotishda ayblamoqda. Ammo istalgan global marketplace'ni Amazon yoki Alibaba'ni ochib ko'ring. Bizda ularda sotilmaydigan qandaydir alohida mahsulot bor yo'qligini solishtirish mumkin, dedi Tatyana Kim. Uning ta'kidlashicha, Wildberries obyektlariga zarbalarning asosiy maqsadi kompaniya faoliyatini izdan chiqarish, bosim o'tkazish va odamlar orasida sarosima keltirib chiqarishdan iborat. Ularning yagona maqsadi bosim o'tkazish, vaziyatni beqarorlashtirish hamda ko'plab insonlar orasida sarosima va shok keltirib chiqarish, dedi Kim. Kompaniya rahbari Wildberries omborlari himoyasi kuchaytirilayotganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, kompaniya obyektlarni himoya qilish uchun mavjud texnik va muhandislik yechimlaridan foydalanmoqda va himoya tizimlari muntazam ravishda takomillashtirilmoqda. Shu bilan birga Kim dron hujumlarini force majeure holati deb atadi. Uning bildirishicha, hujumlar oqibatida tadbirkorlar milliardlab rubl miqdorida zarar ko'rgan. Rossiyadan tashqari Wildberries orqali savdo qilayotgan Qirg'iziston, Belarus, Qozog'iston, Armaniston, O'zbekiston va Xitoy tadbirkorlari ham zarar ko'rgan. Kompaniya hukumat bilan birgalikda zarar ko'rgan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini ishlab chiqishini ma'lum qilgan. Shimoliy Koreya NATOning yangi rejasini fosh qildimi? 10,000 kilometrlik tarmoq nimaga kerak? Shimoliy Koreya NATOni Yevropa bo'ylab harbiy yoqilg'i infratuzilmasini kengaytirish orqali urushga tayyorgarlik ko'rayotganlikda aybladi. Pxenyan alyansning bu rejalari NATO tobora tajovuzkor harbiy blokka aylanayotganini ko'rsatishini bildirdi. Bu haqda Shimoliy Koreya davlat axborot agentligi xabar berdi. Agentlik e'lon qilgan sharhda NATOning Full Supply Chain Capability Program Plan dasturi tanqid qilingan. Unda aytilishicha, mazkur loyiha G'arbiy Yevropadagi taxminan 10,000 kilometrlik yonilg'i ta'minoti tarmog'ini alyansning sharqiy va shimoliy Yevropadagi yangi a'zolari bilan bog'lashni nazarda tutadi. KSNA ushbu loyiha Yevropa tashqarisidagi ehtimoliy mojarolarga tayyorgarlik uchun xizmat qilayotgani haqidagi iddaolarga hech qanday dalil keltirmagan. NATO esa 2022-yilda Rossiya Ukrainaga keng ko'lamli bosqin boshlaganidan keyin tiyib turish va mudofaa salohiyatini kuchaytirish choralarini ko'rayotganini bildirib, Shimoliy Koreya avval ham AQSh, Janubiy Koreya va boshqa davlatlar, jumladan NATOga a'zo mamlakatlar o'rtasidagi harbiy hamkorlikni qoralab kelgan. Pxenyan va Moskva 2024-yil iyun oyida o'zaro mudofaa majburiyatini o'z ichiga olgan keng qamrovli strategik sheriklik shartnomasini imzolagandan keyin harbiy aloqalarni yanada chuqurlashtirdi. Eron, AQSh va Isroilning ehtimoliy hujumiga javob rejasini tayyorladi. Eron, AQSh va Isroil tomonidan mamlakatga ehtimoliy hujum uyushtirilsa, Isroilning muhim obyektlari hamda mintaqadagi Amerika energetika infratuzilmasiga zarba berishni nazarda tutuvchi javob rejasini tayyorladi. Bu haqda Eron xavfsizlik tuzilmalaridagi yuqori martabali manbaga tayanib, Tasnim agentligi xabar berdi. Agentlik suhbatdoshi Tehron Amerika ommaviy axborot vositalarining Eron infratuzilmasiga ehtimoliy hujumlar haqidagi bayonotlarni aqldan ozish deb bilishini ta'kidlagan. Biz Amerika OAVning AQSh va rejim tomonidan Eron infratuzilmasiga ehtimoliy hujumlar uyushtirilishi haqidagi bayonotlarni telbalikning bir ko'rinishi deb hisoblaymiz. Chunki biz sionistik rejimning hayotiy muhim infratuzilmasi va mintaqadagi AQSh energetika infratuzilmasini o'z ichiga olgan keng qamrovli javob rejasini tayyorlaganmiz va bunga shaymiz, deydi manba. Eron xavfsizlik tuzilmasi vakili mamlakat qurolli kuchlari bunday operatsiyalarni o'tkazishga tayyor va qat'iy ekanini avval ham namoyish qilganini ta'kidlagan. Bundan
avval CBC telekanali manbalariga tayanib, AQSh va Isroil Eron energetika infratuzilmasiga keng ko'lamli zarbalar berishni rejalashtirayotgani haqida xabar bergan edi. The Wall Street Journal esa AQSh prezidenti Tramp Eronga qarshi yangi hujum o'tkazish bo'yicha topshiriq berganini yozgan. AQSh va Isroil rasmiylari bu ma'lumotlarga hozircha munosabat bildirmagan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.